Mubashshir Ahmad shifoxonada 2025-yil oktyabrda 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Mubashshir Ahmad taxallusi bilan tanilgan diniy ulamo Alisher Tursunov 20-fevral kuni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik uchun Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi 5-sonli jazoni ijro etish koloniyasidan Toshkentga olib kelingan. Uning advokati Abdulloh Sodiqning so'zlariga ko'ra, Alisher Tursunov Yashnobod tumanidagi 23-sonli mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxonaga vaqtinchalik ko'chirilgan. Advokatning ta'kidlashicha, chap oyoq arterozi va qandli diabet tashxislari qo'yilgan Mubashshir Ahmadning oyoqlarida yana shish paydo bo'lgan. Shu sababli jazoni ijro etish muassasasi shifokorlari uni to'liq va chuqurlashtirilgan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun poytaxtga yuborishga qaror qilgan. Tibbiy ko'rik kamida 2 hafta davom etishi kutilyapti. Advokatning rasmiylarga tayanib aytishicha, mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona mas'ullari kelasi hafta analizlar olib, to'liq ko'rikdan o'tkazishni boshlaydi. Avvalroq Mubashshir Ahmadning advokati uning ahvoli og'ir ekani va shu holatda majburiy tarzda ishga chiqarilayotganini aytgandi. Ombudsman holatni o'rganib, mahkum sog'lig'i va ishidan shikoyat qilmaganini ma'lum qilgan edi.